Şərq Türkistan Ürümçi şəhərdə doğulub çoğalğan. Mən 1982-ci il 6-cı ayının 16-cı günü Ürümçi doğulğan. Ürümçi doğulğan. Mən 2000 Ürümçinin əmdi İqtisad Texnik Taraqqiyat rayonu deydi. Mən muşaqqa mağdığa vaxtıda bu İqtisad Texnik Taraqqiyat rayonu deganni əmdi Yenişehir rayonu bilan birləşdirib etdi. Tug'ilgan joyim shu. Men 2005 yili, ya'ni hozirgi yo'ldoshim Muhammad Imron bilan Urumchida qonunliq Xitoyning mushu hisobda Junxo Xalq Jumhuriyati tarqatgan to'yxat bilan ikkimiz nikohlanib ta mushaqa qaytib kelguchilik bo'lgan orliqda biz Urumchida yashab keldik. Bizning hozir 3 farzandimiz bor. 2016-yili biz bolalarni elib biz bir sayohatga chiqdik Xitoyning sayohat nimasi bilan. Chiqib, anadan bu yo'ldoshim bizga dedi, "Ma'u, yo'ldashida viza bo'lsa, ayollarga viza berish oson ekan. Sizlarni bir akirib boqay" deb bolalarni meni konsulga akirdi. Akirgandan keyin menga 2016-yili Amerikaning qonunliq 10 yillik vizasini bolalarim va 3 bolamga menga berdi. Bergandan keyin biz qo'shal-qo'ram o'zimizning shahriga yenib keldik. Kelgandan keyin bu kelib 3 kundan keyin bu pasportni yig'ish boshlandi. Cho'ng, kichik, qari yosh kimli bo'lsin, burunmi pasportlarni yig'ib oladi, pat-pat. Uyg'urlarning pasporti asosiy jihatda yonda turmaydi. Hatto bu pasportni ishlatgan bilanmi Uyg'urlar doim pasportni elib chetga chiqmoqchi bo'lsa, uning bir qator rasmiyatlarni bijirib, anadan keyin chetga chiqadi. Unda yig'ib olgan vaqtlarda bunda to'y qilganlarning pasportini yig'maydi. Chunki chet el bilan munosabati bor, to'y qilgan degandek ishlar bilan meni pasportimni yig'ib boqmagan. 2016-yili biz bu vizani oldik, qo'shal-qo'ram Urumchiga qaytib kelsak, bu varangchurunglar bo'ytibdi. Masalan, keliblam pasportlarni yig'ib olganliklarini angladik. O'ng'uchilik men kep bo'g'uchilik telefonlarmi keldi, kel tez bo'l, ishtik bo'l pasportni ber deb. O pasportni mayaqdan viza qo'ydik, mayaqdan bizga pasportni qo'limizga bermaydi ekan, ular ash konsuldan pochta orqali bizning uyga avatmoqchi ekan. O'ng'uchi bu saqchilar uyda faqat o'tag'ili qo'ymadi bizni. Pasportni ishtik akirib, pasportni akal deb. O'ng'uchilik bu pasport mayaqdan pochtadan keldi, uyda 1 soatmi turmadi, hatto balkim de uyga kirmay, pochtaxonadan o'dillan saqchixonaga shu pasportni ko'tarib yugurib kirdim. Kirsam bu saqchixonaning ichida hamda nurg'un haramga borgan, yoki chet elda tuqqanlar bo'lgan, yo chet elga yo'qlab borgan va yoki chet elga chiqqanlardan bo'lsa, pasporti borning hammasi saqchixonada liq ekan hamda ichida. Shu pasportni yig'ib olish jarayonida pasportni bir qo'limizdan oldi, bir qo'limizdan shu bayni bizni bakchi qiliqi mushu skanerlash, barmoq izlash, DNA degan narsalarni birinchi bo'lib mush pasporti bolalardan tortib boshlagan. Kirgandan keyin bu pasportni mushtali qo'limizdan olmadi. Ammo saqchixonada DNA degan qog'ozga barmoqimizning izidan qanalib uni berdik. Anadan keyin yuzimizni skanerladi, yana ovozimizni oldi shu yerdimi. Hattoki mushu bir kimligimizni, ismimizni tutib turib, mushundaylik egizligimiz yon turib, oldi turib ashunda. Ovozimiz, ko'zimizning nuri, barmoq izimiz hammani ip bo'lib, anadan keyin bir narsaga qo'l qo'ygandan keyin bizni saqchixonadan chiqib ketdi dedi. Hatto men pasportni ko'tarib kirgan vaqtimda balkim mushu hammamizni pasportni evilib tur deb turg'izib qo'yib, shu narsalarni olgandan keyin bu ismingizni tutib, metrning oldida turganini bu faqatlam jinoyatchilarga ishlatadigan ishlar bu. Shuning bilan bir xil ansirdan bu nima bo'lib ketdi. Qarsam hammasi chet elga tuqqanlari bor, berib kelganlar, haramga olganlar, cho'ng opashlar, hajga cho'nglar bordi bilasiz, cho'ng opashlardan tortib ashunda turg'azgandan keyin shu chog'da bir xil yurkim silishga boshladi. Ungacha yana o'zimga tasalli berdim. Men pasport bejaganim bilan men yo'lishim bor, chet ellik shunga nima bo'pti, menga hech bo'lmas degandek azroq o'zimga tasalli bo'ldi. Anadan keyin bu pasportlarni butunlay ma'ldik hammasinikini yig'ib evaldi hukumat. Bu pasportni yig'ib olgan vaqtlar shu 2016-yili 8-ci ayning oxirlari, dal to'g'ri shu 8-ci aydan boshlab mush pasportlarni yig'ishga boshlagan. 2016da 8-ci aydan boshlab pasportlarni yig'ishga boshlagan. Balkim Urumchida kechikib yig'di. Mushu 2016-yili 9-ay mezgillarida
bütün Ürümçideki halkni mesela şu janubluq, shimolliq, mesela shimoldan janubdan kelgan Uyg'urlarni sizlar nimaga o'zinglarning nopos turishliq joyga ketsizlar deb bütün Uyg'urni shu bizning Ürümchida yashayotgan Uyg'urlarni o'zlarining yurtlariga ketishga majbur qildi bularni. Cho'qim ketsan, o'zing turishliq joyga ketsan deb. Bu Ürümçi degan endi hisobda mushu shimoldan janubdan kelgan har tarafdan har shahardan kelgan Uyg'urlar bilan insonlar bilan bir jonliq bir shahar ekan to'q jonlanadigan gullanadigan bundaq bu ikki tarafning har bir Uyg'ur o'zining shaharlariga ketgandan keyin bu Ürümçi shunda qag'jarab ketdi. Hatto do'konlarni ochadigan odam yo'q. Qandali so'z saroyga kirsangiz butun do'konlar taqoq. Bu acayip adam yok bir qağjaraplı bir aşta bo'lib ketdi. Lekin o bicharalarni anglashlar qaraganda bizning turishlarimiz borku, masalan Qashqar, Xotan, G'o'ja tarafdagi mush Ürümchidan borgandekinlar ularni sen o'zingning noposi turmagan joyda, bo'lmagan joyda uzoq vaqt turibsan deganni bana qilib u hammasini o'zining joyidagi o'zining turishliq joyidagi nimalarga akirkitibdi, kamplarga. Hemmizde xabar bulduk demdi. Anadan keyin bu ular ketdi, bütün Ürümchining ichida mayli shaxsiy uy bulamdı yoki bina uy bulamdı. Bina o'ltiraq rayonlarning ba'zilarida necha eshiklari bo'ldi, chiqadigan yerlari bo'ladi masalan. Darvozasi yo'qmi o'ltiraq rayonlari bor. Bu kichik shaxsiy turalg'u uy bulamdı, cho'ng uy bulamdı, bina uy, o'ltiraq rayoni bulamdı. Hammasini bular bir yerdan kirsan, bir yerdan chiqsan degandek birli eshiklik. Bütün adam başka yerden atlap mı kiremeydi. Bütün hem yerge aparatlarını ornutup mahallarga aşında kıvetti. Hiç qandaq adam özünün mahallesiga mi, mahallani mi çördü. Anadan keyin mush qurolliq saqchilar bu vaqt bizning mahallaga qurolliq saqchi kirgan vaqt 2016-yili 10-oy, 9-oy vaqtlari shu mushu adamlarni o'zining yurtlariga qaytarib etgandan keyin özümün adamlarını ep qilib, Ürümchining o'zining adamlarini. Ondan keyin bütün mush qurolliq har bir uyga, har bir mahallaga 200 dan 300 dan yuzini etib olgan, maska taqib olgan saqchilarning o'zlarining maskalari bor ekan, işte yuzini etib ashundaq kirdigan. Doppisi bilan bir to'p bularning işte alayda saqchi. Har birisining qo'lida ish. Ashundaq mahallaga uyning ichiga kirib, uyning ichida masalan hatto o'zlari o'lchab qo'ygan pichoqninki uzunligidan ortiq 2 so'm eshib ketsa-mu, shumi jinoyatchi. Chunki uyda tig'liq jinoyat o'tkazalaydigan masalan ashunda tig'liq asbob bor ekan degandek tutib ketildi. Qur'on kitob, andan keyin joy namoz, uzun kiyim tahi, uzunroq kiyim bo'lib qolsa-mu, shuni tutib ketdi. O chaqda texmi Ürümchi burunqi yurtdan kelgan har yurtdan kelgan Uyg'urlar bilan har yurtdan kelgan qarindoshlarimiz bilan avvat Ürümchi texmi bu ular akatilib adam qolmagandan keyin undan keyin texmi bu ichidagi o'zimizning yerlik Uyg'urlarimizni shunda tutib akitildi. O chaqda texmi har bir uyda jig'zara qiyochiya, bir uydan 3 dan 4 dan hatto bir uyda ayoli bilan kelini qilib uydagi ikki o'g'li yo'ldoshi kirketgan ayollarmi shundajik yolg'iz uyda ayol qilib o'g'illari yo'ldoshi kirketganlarmi jiq. Chunki yer osti uylari har qanday yan aqtursa biz masalan daraq chapadigan palta, kaka degandek narsalar bo'ladi. U narsalarni bular alayda jinoyat hisoblab uyda palta saqlagan, kak saqlagan degandek o azroq uzunroq bir xil pichoqlar, masalan biz Uyg'urning madaniyatimi uyda pichoq saqlaydigan pichoqlarni yaxshi ko'ramiz. Masalan, yangiso pichoqi, u pichoq bu pichoq deb shakli chiroyli pichoqlarni amaliyotda u odam o'tirish yo bo'lmasa bir narsa bo'g'izlashqa emas, bir uydagi madaniyat buyumi hisobida saqlaydigan pichoqlarnimi bular jinoyat qatorida shuni saqlading deb shundoq akirkatdi hammasini. Ondan keyin 2018-yili 16-yili har dardoim 18 deyman. 2016-yili 10-oydan oxiri 11-oy bo'lganda bular bütün aholilar masalan shu aholilar komitetiga bir cho'ng mashina keldi. Bu mashin
butunlay shu mashinani akab o'rnatdi. U mashina xili cho'ng mashina hamdi u. U mashinaga bütün Uyg'urlarni uqtirish qildi. O'ng'ichilik bu atrofimizda nima o'zgarish bo'ldi desangiz, bir Jingwuzan deb Xansuchi deydi. Bu Jingwuzan deganimiz 300 metrda bir amallik saqlash nimasi bor. Bularga har birisiga, masalan, o'qimagan odamlarni buning ichiga xizmatga oldi. Hatto ishkirdan akeldi Xitoylarni mushunga. Uning ichida cho'qim oz bo'lganda 20 saqchi bo'ladi. Bir Jingwuzanning ichida bir mush Xitoyning atalmish Jingwuzan shu saqchi punktining ichida 20 dak odam bor. 3 dan 6 gachilik mashinasi bor bularninki. Shu mashina shu nimalarni qurib etdi hamda 300 metrda bir, 300 metrda bir, 500 metr emas, 300 metrda bir u. Shunchalik jiq hamda. Shuning bilan bu 2016-yili 10-oyda bizga uqtirish qildi. Uqtirish qilib mahallaga hamma yerga chopildi. Shu 10-oyninki 2-simi, 3-simi hammanglar aholilar komitetiga kirib, shu telefoninglarni tekshirtsizlar. Shu mashinani akeldik, telefoninglarni tekshirtsizlar. Shu tekshirishda qanday bir ish bo'lsa, biz sizlarni kechirib agar shu tekshirishda kirmay, bizga moslashmay, telefoninglardan bir masala chiqib qilib, shu 300 metrda bir amallik qo'g'dash ishxonasidan yo'lda tekshirib telefoninglardan bir masala ko'rilib qolsa, u chaqda sizlarga muddatsiz kesildigan ahvollarmi bor. Cho'qim biz sizlarga kengchilik qilamiz deb bizni oldida bular. Shuning bilan bu Xitoylarning bu o'ynagan o'yinning ichida nima ekan desangiz, bu telefonni tekshiradigan mashina bu telefon zavoddan chiqqandan boshlab bu telefonni mayli siz ikkinchi qo'l setib oling va yoki bir umr siz o'zingiz olganni yaxshi o'zingiz ishlatgan bo'ling, buning bilan hech qanday munosabat yo'q. Shu telefonni sog'gan hamon zavoddan chiqqandan boshlab bu telefonning ichida nima tushgan bo'lsa, hamma nima chiqar ekan. Amaliyotda bichar sadda Uyg'urlar masalan ba'zan narsalarni yutiblam, voy yutdim, endi kirdim desam-u, uningda chiqib qolgan gap. Buningda Turkiyaning bayrog'i, masalan, qandali davlatning bayrog'i, oy yulduzlik bayroq bo'lsalar, kimning telefonida masalan bo'pli qolsa, anadan keyin Koya deb bir narsa bor ekan. Koya deganimiz masalan, bir narsani yo'tkaydiganga, bir telefondan bir yerdan yo'tkildiganga bu cho'ng sig'imdagi narsalarni tezlikda yo'tkab bir telefondan bir telefonga yo'tkilib bo'ldi ekan. Anadan keyin Facebook, andan keyin WhatsApp, Messenger, yana jiq bularniki shu yezib qo'ygan demisi, ashtaq narsalarni tushagan deb. Endi bilasiz, vatanda ikkinchi qo'l telefon sotadigan ishlar jiq. Hatto ba'zanlari telefonlarni chet eldan ilib kelib, vatanga borganda setib, yo bo'lmasa yutib ketib, uni boshqa bir Uyg'ur ishlatib, masalan, bunda bo'lgan ahvol aslidami u bijarlar telefonning qarasi bilan kirib ketdi. Bular bizniki telefonlarimizni tekshirdi. Uzun o'chirib turib, shu aholilar komitetining oldida ba'zan bizga aholilar komiteti tekshirdik, ba'zanlar saqchiqanaga kelibdi o mashinani, ba'zanlari yana bir hozir deb o'tgan amallik saqlash ishxonasi Jingwuzanda buni qo'yib ashta tekshirtibdi degandek. Uzun o'chirib turib, kichikdan tortib cho'ng'icha uyimizda bor telefonning shu kompyuter bilan telefon bilan uni ichiga soldirdik. Solgandan keyin biz u chaqda mush kompyuter tunib o'zinglar simini olib kiringlar deydi. Telefonningki to'pqachilig'ini ilib, telefonni tutib turmiz aholilar komitetining oldida. Shuni bular u mashina ichiga soladi. Solgandan keyin bu telefonlar ba'zanlari to'g'ri belgisi chiqadi, ba'zanlari 15 minutdek bir odamning telefoni. Ashun ichida butun hamma narsani shu ko'rib, tekshirib qila oladi ekan o telefon. Ash mashina apparat. Anadan keyin ba'zanlarimizga bor deb chiqadi, ba'zanlarimizga yo'q deb chiqadi, ba'zanlariga o ishdan bo'lmaydi deb ular degan tasalli berib bizni ketkizibdi. Hisobda 15 kunning ichida butun bizning Urumchidagi xalqning hammasining telefoni mashinaning ichiga tushib bo'ldi. O'g'itchilik ba'zanlari tushaganlari yurib pok bo'lib setib bo'ldi. O tushirib olganlar yana bir odam o telefonni setib oldi degandek bir xil qalaymiqanchilik ishlar yuz berdi. Shuning bilan bu 15 kungachilik hech qaysimiz hech qanday qilmaydi. Chunki butun hamma odam telefonni tekshirib, umumyuzlik tekshirib bo'lgandan keyin bir aqlam saqchiqandan telefon kelib, sen o'z vaqtida kengchilik qilamiz degan Xitoy gapida to'maymasdan bilib bilmay tushirib qolgan applarni. Sen telefoningni qo'yib ekan.
WhatsApp barkan, tushirib baqib dikansa, Facebook'ta ko'rib baqib dikansa, Messenger echib baqib dikansa degandek bana sabablar bilan o qeyri yosh kichik demay Turkiyaning bayrog'i bor ekan. Ya bo'lmasa falan ya ay yulduzliq bayroq chiqib qoldi telefoningda. Oyat chiqib qoldi. Va yoki sen Allohu akbar degan gap bor ekan. Masalan, undidarda biz gap yozib qo'ydik-ku burun hamda masalan chet eldagilarmi to'la og'ziga ko'nib ketgan bu islomiy gaplar ba'zida biz demasakmi chet eldagilar deb soladi masalan Allohu akbar ya mavu bir yerda Allohu akbar bakka bir yerda Allohga omonat degan xat bor ekan degandek bu telefonning ichidagi hamma narsani suzib chiqib yana bir qator uyg'urlarni ikkinchi qarorda uchinchi qaror bo'lib ketdi hozir pasporti bir yig'di anadan keyin chet elga chiqibsa deb bir yig'di anadan keyin bu uyangda namoz joy namoz pichoq o'chi bo'sh chiqdi deb bir yig'di anadan keyin telefonni deb bir yig'di shuning bilan bu bir qator yig'ishlar bilan har bir turga ayirib yig'dida bular bu telefon bilan hammasi shu uydagi tig'i qo'yding a qo'yding ma qo'yding deb bu texmi atrof bir xil jimjitlik nagil qarshi yig'lam ovozi bor mushni bir o'zinglar tasvirlab yiqinglar qarindoshlar hech qandaq uyg'urni urumchida qo'ymay mana shu janub shimoldagi uyg'urlarni yana texi telefon deb akir kitib telefon chataq bor deb yana texi namoz o'tiding deb akir kitib telefonunda chataq bor ekan deb akir kitib chatalga chiqdim deb akir kitib urumchi shunchalik qaqasliq xuddi bir har bir uyda bir insonning yig'ilgan ovozi anglayotgandek har bir uyda demasimi mushu har bir uydan kirib ketgan uyg'urlarning sonini aniqlab chiqmishdaq mening farzimcha hamda men ko'zim bilib ko'rgan uydan odam akir ketgandek bu hisobni hisoblasam men oz bo'lgandimi 5 million uyg'urni tutib ketdi deb o'ylayman shunchalik shig'zora har birimiz hattoki naga ketganini demaydi bular naga kirib ketganligini demaydi anadan keyin buni turkumlab tutib bo'lgandan keyin endi asta yana bir-birlab yana qilib qolgan masalan mushu kichik bolalarni maktablarga berib surishti qilib seni opang burun dinda o'qib baqqanmi seni o'gitib baqqanmi degandek mush maktablarga kirib bolalarni surishti qildi bularmish 2016 yilning oxiridan boshlangan ishlarda bu 2017 ning boshlarigachilik bo'lgan ishlar bu boshlarigachilik mushu kichik bolalarning maktablariga masalan yaslidagi bolalar boshlang'ich maktabdagi bolalar bularni har xil ozdirish savollari bilan berib dadang opang namoz o'tab baqqanmi seni bir dinda o'qu deb baqqanmi ya uyanglarda joy namoz bormi yo qur'on bormi degandek ashundaq gaplar bilan bu kichik bolalarni ozdirib bu uydagilardan bolalarning og'zidan unga avilib yoki videolik qilib bu bolalardanmi isbotliq endi ota onasini tutadiganqa bana sabab izlab bir ish bo'lsa kichik bola yolg'on gapirmaydi sening bolang guvohlik berdi deb bolalarining kichik norsidlarning shu guvohligidanmi nurg'un oilalar bolalarniki sababligidan soddaligidan kichikligidan ota onalarni tutib akirib ketdi bu endi hisobda bu kirib ketganlarning to'lisi degidek erlar endi hech bir urumchida erkish qolmagandek shundoq endi bir xil yig'ilishida bu kayfiyatni o'ylasangiz anadan keyin bu mushunda ahvollar yuz berib ketdi bu endi butun uyg'urlarningki boshda akir ketganlarni tuyuqsiz mushundaq bostirib kirib uylariga va yoki telefon orqali soqchixonaga kel senda so'raydigan gap bor degandeklam soqchixonaga ketiblar hozir qadar soqchixonadan uyiga kelolmayotganlar yo'lda tekshirish mashinaning kaynini ichiyotgan yebbatgan nagila borsangiz yeliqi ishiklarni ta'sis qilyapti u ishik yeliqi chaqiraydigan mayoq o'sangiz tet qilib o'tadigan mayoq o'sangiz tet qilib shu hamma yerga hatto hojatxonaga kirsangiz mana shu eshikdan kirsiz anadan keyin telefonlarimizga shu chog'da shu telefon tekshirgan vaqtimizda shu mana jingvang veshi degan u jingvang veshi deydi ekan buningda shu mani bizga aholilar komitetidan mushni chaplab qo'yibdi ekan mushni skanerlasak mushu app tushdi ekan telefonga bu app tushgandan keyin biz hech qachon telefonda bir ikki qatam men so'zlashgan vaqtimda ma'qulansa og'zimizga kulib ketgan biz musulmonlarning xudoyimga omonat allohga omonat allohga shukri alhamdulillah degan gaplar bizning og'zimizning uchida bor biz musulmon bo'lganligimiz uchun bir ikki qatam men shu gapni deganligim uchun
bir demning ichida telefonni moyoqdan qo'ydim, moyoqdan saq chiqqandan telefon kelib, hozir nima deding? Hozir nima deding sen? Hozir telefonni qo'ygan odam bilan deb. O'ylab baqsam o'zimizning shaxsiy gapi shu telefonni qo'ydigan vaqtda nima deding deb. Xudoga man deb anadan keyin bu gapni desak bo'lmaydi ekan. Endi bundan keyin manda gap chiqib qolmasin og'zingdan. Tugat manda gapni bo'lmas bu qatam sen nima o'rganish gapiramiz degandan asta biz tillarimizdan ayrildik. Gap qilolmaydigan bo'ldik. Bo'ldi bu Allohga amonat, Xudoga amonat demayli deb. Uylarimizning ichiga bular mushta bir skanerlaydigan bir narsani boshda bir qog'ozdi bu. Mushta skanerlaydigan narsa. Bu qog'oz oddiy bir qog'ozni mushta chaplab qo'ydi. Anadan keyin bara bu qog'ozning ishning ichiga, uyning ichiga chaplangan bu narsa bag'an sir tom, bir xil qattiq bir xil qog'ozlar bor, qattiq. Anadan keyin bu skanerlaydiganning mana ichi bir xil dumboq chiqadigan bir xil. Bu ichida xuddi bir magnet, ovoz anglash yoki kichik tuyushlar bor, bir apparat bordek bizga ashta gumon bo'ladi. Buni 2 kunda bir qatim aholilar komitetining o'zining bir iPadga o'xshash bir apparati bor. Shuning bilan ham uyning ichiga kirib, eshik ochilsa, chekib kunda. Eshikning ichidan mushta skanerlab chiqibdi. Undan keyin biz uyning ichida texmo bu boshda bir odatki qog'ozda, undan keyin buni ichi tomlashdi. Tomlashgandan keyin buni ichi cho'qim bir magnetlar ya bo'lmasa ovoz suzadigan ashundaq narsalar bor deb o'ylab biz uyning ichidami va yoki o'zimizga masalan hukumat to'g'riliq yoki hozirgi jamiyat to'g'riliq hech qandaq gapni deyolmas. Hatto uylarimizda xotirjam masalan ko'rmagandan keyin talad bo'lgandan keyin deb diniy faoliyat masalan namoz o'tish, uchi degandek ishlarni hatto xuddi telefonda deyolmagandek biz shu Allohga amonat, Xudoyimga amonat, Allohga shukr deganni telefonda deyolmagandek hatto uyning ichidami bu gaplarni deyishga petnamaydigan bo'lib ketdi. Hatto har bir qatim bizning shu biroqlam bizning uydagi to'r ko'rgich deymiz shu birlashma xabarlashish, ko'chma xabarlashish degandek to'r ko'rgichlarningmi ashlar o'zlari bir tutash uydagini yig'ib akitib, anadan keyin buni ayrim bizga qaytadan yangilandi degandek shu har birimizga uyning ichiga uni o'rnatib berdi. Buni Uyg'urlar bilamabdi, lekin ba'zan Xitoylar to'rg'imi chiqaryapti-ku, buni ichida shoshan to'p bor ekan, apparat bor ekan deb, ya'ni chiroqlarni o'chirib bir telefonning bir narsa bor ekan, buni ichiga munda kirgizib qilsa, buning apparat borligi aniqlandi shu chaqlardamdi. Bu to'rg'imi chiqib ketdi, apparat bor ekan ichida deb. Endi biz qanday qilamiz endi? Turmining ichidagilar kirib ketdi. Ular nima kunni ko'ryapti shu chaqlar. Men kirmagan tax men bilmayman. Lekin teshidimi xuddi biz shu mashina adamdeklar. Nimalar qilsak bizning hamma ishimizni kuzatib turayotgandek. Uyimizning oldilariga, qo'rolarga, aholilar komitetining ichidagi kichik o'rindiqlar, masalan, aram elish uchun qo'yib qo'ygan o'rindiqlarning ustilaridami apparat bor. Biz shu xuddi mashinadandek nima desak, nim qilib, hatto biz qo'shnilar ara aholilar komitetining o'ltiraq rayonimizdagi o'rindiqlarda o'tirsakmi, shu gap qilsakmish og'izlarimizni to'sib, mashinada qilib turib, ashta birimiz gap qilgan bo'lib ketdi. Chunki u apparatdan sizning og'zingizning shaklidan tortib gaplarni bilib oladigan ishlar bor ekan degandek. Endi bu anadan keyin bu Qur'onlarni uyda bala masalan biroqlam Urumchining hamma yeriga u saqchi bir kunning ichida kirib qilib bo'lmaydi. Urumchi xili cho'ng bilasiz. Masalan, Mavu rayonida bugun butunlay mushundaq ig'ir tekshirish yuz bergan bo'lsa, Qur'onlarni yig'ib, joy namozlarni evilib, pichoqlarni tutib, bundaq oshloqlarni tutib akatganligini bilgandan keyin yana bir rayondagilar qanday qiladi? Anglaydi-da buni bunda bo'ldi ya ko'di deb. Shu bu bicharalar Qur'onlarni shu Xitoylardan masalan chiqib qolsa akirkitidi deb bu uydagi Qur'on, kitob, u joy namoz, u masalan joy namoz, uzun kiyim degandek narsalarni oqtirutayli desak, Urumchida birla o'stang bor, aqostang degan o'stang. U o'stanga musulkanmidi. Amaliyotda bundaq narsalarni uyning ichida ishlatmaydigan ahvol ostida suv oqtirutish kerak deydigan ham amalning yo'qida. Bu o'stang suvmi yo'q. Nurg'un odamlar ko'ydiraldi uyning ichida. Ko'ydirib tashitibdi. Uni qipi qattiq bilasiz o Qur'on kitoblarni. Ozroq bir yerlardan bir chinib qolsa uyning ichida is chiqib ketsin birdanda bir ish bo'ladi. Qo'rqib, azrab ba'zanlari adam ko'maydigan azgallarga, yerlarga, uya-buyalarga ko'mib Qur'on kitoblarni. Hattoki ba'zanlari avraz yo'llig'ini tashitibdi. Buni
Avraz yo'liga tashib etganni men shu lagerdan chiqqan vaqtimda talaga chiqsam bizning uyamning keyindagi bir avraz quduqig'imi shu alaqi yer asti suyi nimiz uyimizdagi meynat sularni to'silib qolibdi shashuydi deymizmi xitoycha buni deyolmadim uyg'urcha shu itlib qilib avraz yo'li itlib qilib bir o'zim ko'zim bilan ko'rgan ish ma'lum shuning bilan bu bir binoning avraz yo'li itlib qoldi shuning bilan buni qarasak shu adam ko'rmaydigan bir binoning keyindagi bir quduqning ichida bular oshqili kelgan vaqtida ko'zim bilan ko'rganman ichidagi joy namozlarni tashlangan qur'onlarni ashundoq narsalar u avraz yo'lni itib qo'yibdi endi bu uyg'urlar bu qur'on kitoblarni ashundoq qilib yo'qotdi hattoki suv yo'q deb yerlarga ko'mbatganlarmi bo'ldi va yoki ashundoq ko'ydirib tugatganlarmi bo'ldi va yoki adam ko'rmasdan uyda jiqirab qur'on bo'lsa buni ko'ydirib bo'g'uchilik bir ish bo'lmasin yo puroq chiqib ketib bir qanday bo'lmasin degandek qilib shu avraz yo'liga tashlab rostini aytsam bizning sharqi turkistonda hech qandaq insonning uyida bir minchilik qur'on degan narsa yo'q hattoki mushu urumchida urumchidikini deb o'tayman u qashqar xotandikilarning bek bilib ketmayman urumchidiki qur'on kitob hattoki bu o'lib ketganda har qandaq musulmonni kepanlik oladi ashta kepanlik aniki tavutning ustiga yopadigan bir xil qur'on xatlik yopiqlar va yoki nurg'un endi shu uyga ostig'an mashinaning oldiga esib oladigan degandek bir xil kichik oyatlar qur'onlar sotadigan bir do'konlar vatdi bo'libmi shu Rabia Qodir So'z saroyining ichida bo'lsin teshida bo'lsin maxsus islomiy narsalar sotadigan do'konlarlar shu qanday qildi desangiz men odamni tepib bera olmayman masalan mening yo'ldoshimning og'aynisi emas bir to'nishi pokistonliklarga yolvurib qo'shilay sendan o'tinib qolay bularni biz tashib etolmaymiz buni biz do'konni taqolaydi biz sana bekorga beraylik mushunchalar qur'on kitob bir do'konning naslarini bekorga beraylik aka o'shaga borsa haqlar shu namoz o'tibassin yoki bo'lmasa nima ishlatsin mush narsalarni deb nurg'un do'kondagilar necha pokistonlik boyib ketdi bekorga do'kondagi narsalarni akitib siz o'ylab boqing har bir shaharda bu oxiratlik bundaq narsalarni sotadigan do'kon har qanday yerda bo'ladi masalan islomiy narsalar sotadigan har bir shaharda bo'ladi bu bir emas nechisi bo'ladi hatto masjidlarning oldinlaridami maxsus shu islomiy narsalar sotadigan do'kondorlar bo'ladi hatto 7-8 pokistonlik shu do'kondorlar bilan aloqalashib mush narsalarni bekorlik akatganlarningmi men izdak so'rig'ini qilib beralayman mushlardan so'rasanglar bo'ladi sharqi turkistondagi butunlay qur'on joy namoz uchi buchi sotadigan do'kondorning narsalarini hammasi uyg'urlar bekorga berdilar akitinglar sabab bo'ldi bu yerda biz yo tatib oladi buni bir qanday qiladi deb anadan keyin bu uydan shu tatib olib akatgan shu narsalarning hammasini saq chiqqanda men yer osti uylariga buni duglabchi uydan chiqqan narsalarni bosh yog'liqqa chigib va yoki yaltiroq xaltalar silib bu qur'on kitobining teshi qilin bo'lgandan keyin bu yaltiroqlarni teshib degandek ashunda saqchiqanlar olib ketdi endi uni qanday bir taraf qildi uni bilmaymiz endi bu hisobda bizga diniy tarafdanmi bir ig'ir mushkulliklarni soldi bular shunday qilib bu atrofda bundoq tutib ketilganlar bu boshlangan bo'ronni so'zlab berdim hozir endi shu lagerga akatganlarning ichida qanday desangiz ba'zanlari er kishilar bo'lsa masalan kalta ishtonlar bilan o'taga vaqtida tutib ketganlari bor yoki 10-11 oylarda qiliroq kiyimni kiyib olgan vaqtingizda shu kiyim bilan tutib akatganlar bor bularni hech qachon sening uyingdagilarni yozlik kiyim bilan akatgan qishlik kiyim akatpa deb yo telefon kelmadi nega akatganligi bilinmaydi qaysi saqchiqanda yo qaysi turmada yo qandaq avvallar bo'ldi buni hech kim bizga deb bergani yo'q shuning bilan biz teshidagi uyg'urlarmi hatto kirmaganlarmi biz rostini aytsam dakkidukichilikda hattoki bir qur yoz bo'lsa yozlik kiyimlarimizdan yana bir qurni yenimizga qo'yib qo'yib masalan hozir darhol chaqirib qolsa ma kiyimni
kiyip ravrusroq barayli degandek endi hammamizga borkan bu kun degandek. Hattoki akşam uxlagan vaqtimizda qalin kiyimlarimizni beshimizga qo'yib qo'yib ketib, chaqirib qolsam, qalinni kiyib ketay talon suvoq, nega burdi bilmaymiz degandek. Tushundim. Oshundaq tayyorlik bilan yetib ketgan odamlarga. Har kunisi yenimizga endi yaxshiroq bir issiqroq kiyimlarni qo'yib, oshundaq tayyorligimiz bilan xuddi inson o'ladigan kunni biladi, hamon o'lib ketadiganini biladi. Ashunga o'xshash biz Uyg'urlarmi xuddi bizning o'ladigan kunimiz alqi turmuş kirdiganimiz aniq. Hamma Uyg'ur kirdi ekan bu yerga degandek shundoq tayyorlik bilan yotgan vaqtlarimiz bo'ldi. Endi atrofdagi odamlarni tutib ketayotganligiga qarab men ansirdim. Shuning bilan menmo amini bir kuni tutib ketildi ekanman degandek ba'zanlari ketgan qarindoshlarimning hammasining kiyimlari yalang, qishda akitilganlarning ta hozir qadar qaytib kelmagan. Ashta bo'lgandan keyin menmo hatto beshimga mushu qish kunlari uxlash kiyimlariga ketib qolmay deb mushu kiyimlarimni yenimga qo'yib yotadigan odatni yetildirdim. 2016 yildan boshlab bu ishlar boshlandi, lekin menga shu chaqqa qadar, shu vaqtga qadar balkim yo'ldoshim chetalik chiqimiki o'zimga o'zim tasalli berdim. Boshqalarga men o'xshamayman. Chetalga chiqding deb tutib kelsam, mening yo'ldoshim chetalik. Meni u to'g'ri tutolmaydi, chunki mening yo'ldoshim chetalik bo'lgan ekan. Chetalga bog'liqlikmi deyolmaydi, mening yo'ldoshim o'zlari Xitoy hukumati o'zi bergan to'y xati bor degandek. Lekin mushu 2018-yili 3-oyning 31-kunisi 2018 3-oyning 31-kunisi shanba kunisi aniq bolalarim bilan u kunisi hamda bolalarim dam olgan, maktabga bormagan. Men tomoq etib hamda bolalarim bilan xo'shal bugun bir kun o'tkazay deb shu atdigan soat 9:10 lar bo'lgan vaqtda shu bir telefon keldi. Meni uyam saqchixonaga bek yaqin. Hatto men minutlam chiqa olmayman saqchixonaga uyning yanida. Shuning bilan meni chaqirdi saqchixonadan. O'ng'ichilik men uyamda o'tirib, yo'ldoshim yo'q, bir bankaga ketganmi, bir bo'lganimda, bir yerga atdigan mashina deb chiqib ketgan. Bolalarimga shu tushlik tomoqqa tayyorlab qilayotgan vaqtim edi. Shu telefondan meni saqchixonadan kel degan bir telefon keldi. Kelgandan keyin bu atrofimda burun aytilganlarni mushunda kel deb lam saqchixonaga ketib kelmaganlar bor. Kelmadi shu saqchixonaga kirib lam saqchixonadan udul lagerga ketgan. Bu saqchixonadan kel degandikinlar bu yurkim so'qib ketdi meni. Ajoyibli bir xil talaffuzda dedi. Shu telefonni urib, "Zumrat, sen ishtik saqchixonaga kel" degandek. Shuning bilan men endi mening mushu kichik qizim o chaqda endi 5 yoshga kirgan vaqtlardi. 5 yoshga kirmagan vaqtlardi. Shuning bilan endi 5 yoshga kiribdi ekan to'g'ri. Bu qizimning bu kichik bolalarning bir odati bor ekan, uxlaydigan vaqtida har xil bir xil odatlari bo'ldi. Bu kichik qizim mening yuzimni silimagacha uxlamaydi. Kunda oqshimiz shunda. Men bu qizimga qandaqkin bir hissiyat menga bir bo'ldi-da, endi mush kichik qizimga qarabdim men ishtalar. Xuddi bir men kelamaydiganimni shunchalik yuragim to'yib bo'lgandekla. Qizimga qaradim, ko'zimga bir xil yosh keldi. Hay, bu chaqirdi endi qanday bo'lar bu ish deb shuning bilan bolalarimga o'tirib turinglar, hozir kelma deb shu ishtik kel degandan keyin kiyimimni almashtirishim ulgurmay, bo'lmasa kunda degidek bu tutib Uyg'urlarni tutib aktidiganga shu biz menimi tutib aktidiganligiga ko'zim yetadi menimi. Chunki atrofimdagilar ketayotgandan keyin menmi bir kun kirmango degandek hissiyat bilan oqshomlar tayyorlik qilgan odam u kuni seliq bir telefon bilan ansirash ham dakudukchilikda putamga kiygan sapmika shularni yugurabdimi. Yugurab saqchixonaga kirdim. Kirsam shuni bilan telefoning kel dedi, eshikdan kirishim bilan. Ma'qul deb telefonni berdim. Basam bu saqchi akirib ketib sayil o'tda dedi. Ma'qul deb u saqchixonaning shu adam saqlaydigan kutish uydamdi. Ashat o'tdadim. O'ttasam bir taxminan 20 minutdan yarim soatgacha ashat o'tdadim. O'tgandan keyin ikki saqchi meni jura deblam keldi, ikki saqchi kelganda. Kaplan mang deb ikki bilikimdan tutdi o'chaqda. Shuninglarni qo'rqib ketdim. Texmi yurkim sap ketdi. Ya menga mayma bir xil putqulam joy yo'q. Shu palampaydan tushgandan keyin lam alqi
Men abay deb o'tgan yig'ilingan Qur'onlarni shu palampaydan tushganda yaras uyda dugilib etilgan bir yerda ko'rdim. Shunda jiq Qur'onlar turadi. Shuning bilan meni bir odil mushu temir reshatkaliq so'roqxona yarastining. Jiqqa u so'roqxona ben soqchixonaga kirib baqqan ish bechakli, lekin bu yarasti uyning qadar ekanligini bilmaydim. Kirgandan keyin mush temir reshatkaliq bir uyga kirgazdi. Kirgizib ichiga o'tladim. Ichida bir anaqa yo'lg'az o'rindiq. Shu temir o'rindiq. Putini, qo'lini mushta ishgan o'ziniki anaqa nemis paka. Mushu taqaydigan narsalar. Miyani. Ashunda o'tda dedi. Shunda o'tda g'uzib meni o'zir o'tda deb o'tda g'uzib meni mush qo'lamni, putamni ishkallayapti. U o'zininki mushu o'rindiqning o'zining ham mushu qo'lni taqaydigan narsalar bor ekan. Shu bu qo'lamni metyapti, putamni metyapti, o'tiribdi hozir so'roqqa adam kirdi dedi. Ma'qullar dedim. Qo'rqyapman, ajoyib bir surlik. Mush o'taga yerimda ash yerdagi Qur'onlar oldimda turadi-da, endi mushu temir reshatkali qo'ygandan keyin ash ko'rib turibdim oldimda. Shuning bilan bir taxminan ashta o'tag'izib qo'ydi, atrofga qarayman, qarsam bu tamladimi hatto so'roq jarayonida xalqlarni urib yo bir qanday bo'ldimi, tamladim, ancha-muncha qonlarning izlari turdi. Yerlarda mana shunday bir xil ancha-muncha qonlarning izi turdi. Nereden endi boshqalarni urib tushgan qon, endi bir yerlardan oqqan qon deb o'yladim endi. Yili so'roqqa adam kirdi degandek o'tadim. O'tasam, mush qo'lidan mashun o'xshash qog'ozdan bir patman batdamışdı. Bu endi ikki soqchi kirdi o'ng'ichi. Kirib menga shu so'roqni boshladi. Boshlagan vaqtida mening butunlay mush telefonimga kirgan chiqqan butunlay nimaka tizimlik. Telefonimga kirgan chiqqan tizimlik. Bu tizimlikning ichida menga mush yo'ldoshim Pakistandan urgan, ya'ni 0092 dan boshlangan telefon nomeri. Bu telefon numarini ko'rsatib, bu telefon kimdan keldi sana? Sana bu chet eldan telefon kelibdi dedi. Men dedim, qarasamlam bu 0092 degan son turdi. Bu Öndidarga yangidan ochildi. Biz Öndidar chiqishdan burun men yo'ldoshim bilan tanishib to'y qilgan. Burun u Öndidar yo'q vaqtida telefon uratdi. Shunga bu 0092 ning Pakistanning nomeri ekanligini bilaman-da. Men dedim, buni Pakistandan yo'ldoshim Öndidarga gap qilsam anglamasam, bu mushta bevos telefon qilib ekan menga. Menga bu kelgan telefon yo'ldoshimdan kelgan. Ishonmasam yo'ldoshimni so'rab beqing dedim. Desem rast gap qildaydi, yana rast gap qildaydi. Bu rast gap bu, haqiqiy bo'lgan. Yo'ldoshimni so'rab beqinglar, yo'ldoshimniki pasportimga qaranglar, shu chaqda bu Urumchida yo'q. Pokiston ketgan, shu yerdan urgan telefon dedim. Desem shuning bilan birdan qarab etib, o'sha telefonimning hammasini qarab etib, anadan keyin undan boshqa chet eldan kelgan nomer yo'q, hech qanday gap yo'q. Anadan keyin chiqib ketdi bular. Chiqib ketgandan keyin o'zim uf dedim, shukr, birla nomer bor chet eldan kelgan. Bu umumiy yo'ldoshim urgan nomerga ishtim bo'lmas, hozir qo'ydim deb o'zimga azroq tasalli berdim. Qisam yana mashinaga o'xshash qog'ozdan birini yana 1 soat o'tag'iz o'tib, yana shu mashinada qog'ozni yana ko'tarib chiqdi. Uni ichida meni bank hisobimningki nimasi bor, tizimligi. U faqat menga pul urilgan, mendan pul chiqqan, ashundaq hisobotga. Buningda Muhammad bir narsa deb bu yo'ldoshimning bir og'inisininki Guangzhoudan sağam menga 4400 koy pulning. Guangzhoudan taxi chet eldan kirgan pul emas bu. Bankaga pul qo'ygan vaqtida ismimizni yozmizgu palonchidan pistonchaga degandek endi. Bu odamning ismining beshig'imi bu Pokistonliklarning ismining beshig'iga to'la Muhammad degan ism keladi. Shunga bu Muhammad paloni u kendiki ism yo'q. Bu yo'ldoshim yo'q vaqtida azroq ilm berim ishlar bor ekan, to'q shu yo'ldoshim ayolimning kartasi g'urpa debdiki odam Guangzhoudan menga jiq pul emasdi 4400 ko'pdi. Guangzhoudan menga urpagan 4400 ko'p pulning soni chiqib qopti. Shuning bilan bu bir chetalik sang pul uribdi deydi. Biz Urumchida ayol ikkimiz yashagan vaqtimda men va yo'ldoshim biz Urumchida yashadik. Biz Urumchida bir shirkat ochgan. Ya'ni bu shirkatning ismi mushu o'zimning ismim bilan anga oldirgan. Ya'ni Zumrat ismimni ish qilib Zumrat import export shirkati deb jo'mdi shu import export qilgangan. Lekin bu shirkatdan oshqinimiz bilan bu cho'ng so'mliq va yoki cho'ng hajmdagi narsalarni biz chet eldan kirgizib chiqarib qilib boqmagan.
Şunun bilan dedim mening şirketim bor. Bu balkim şirketdan qipqaga hisobat ya bir qanday bo'lishi mumkin. Buni menga yo'lishim yo'q, shu menga urib bergan. Bu ya chet eldan kirgan pul emas, bu ishkirdan salgan pul. Sen bildik kelsa deydi. Bilmay shu Guangzhoudan saldiq deyman bu pulni dedim. Desem bu nimang oldu? Bu mening yo'ldashimning og'inisi ya bir nimasi sheriki ya bir qanday men bilmayman, lekin elishi borkan to'q shu pulga kartamga uraytibdi u pulni dedim. Desem yana rost gap qil deydi. Yana rost gap qil. O'ng'uchilik mush rost gap qil deb mush qo'lidagi mushu qog'ozini ishqilib soldi meni. O başta bilinmegen ma qo'limga sağan koyza, ma o'rindiqning koyzisi. Bu munda joyimda turaverib, ancha-muncha mudirgan sir bu ching'amdikin deb o'ylab qoldim yoki bu haliqi munda bir qisib etganda haliqi tumur bag'an sir qo'l ishib buni teg'imi qisdi ekanda. Shunchilik endi. Shunda bearam bo'ldim. Qo'lim ham mudirmaydi. Besib ketib bordi tumurlarimni. Shunga oxiri men hojatga chiqaman dedim. Hacet çıkma meni qo'ytinglar deb o'ng'ichi bak ig'ir yig'ildim endi men bir ayol kishi qo'rqir ekan unda yerdan. Shuni bilan qarasam bular meni qo'lamdagi shu putamni qo'lamni bo'shtatib mushu bir o'yg'iz uyning ya to'siqi yo'q bir hojatxonasi bor ekan. Hojat qiladigan yeri bor ekan. O aşağıdamı bir tamga qiqib etilgan bir tumur bor ekan. Shu tumurga o'chaqdan meni pastga tushganda qo'ysamgan qo'lamga. Saqchi yandan qo'yisini ilib meni bir qo'lamni ko'z silib, yana bir qo'lamni tamga qiqib qo'ygan tumur nimaga, guanziga shu qo'lamni mishta ilib qo'yib mishaga si deydi. Ikki er kishi meni qarab turib si mishaga deydi qarang. Bu xo'rliq bizga, menga. Bu xo'rliq menga saqchixondan boshlangan. Er ayollikni aribaydigan. Ya'ni hayvondaklar. Qarab turib, er kishi turib siymishaga degan gaplar. Men dedim sen qarab tursan men qanday siyma bu yerga desam, seni siygizish uchun men ishdan tushgan saqchilarni, ayol saqchilarni chaqirib kelib sen qarab tursan bo'lam dedi. Mushu gap aniq esimda. Siydi deb. Atdigandan tatib tushdan keyin bo'lib ketdi, shungachilik ashar o'tdadim. Shuni bilan u hech bo'lmasa oyoq qarab tur, kaynini qilibdi deb turib oldim. Qisam kaynini qilibdi, lekin endi u koridordan yana bir odam o'tgan bo'lsa-mu, haliqi rishatkalardan mening nima ish qilayotganligimni ko'rib tura oladi. Shundaqda qisinib tatinib ularni kayni qarabdi deb unda o'sma hojat qilay kaynini qilibdi hech bo'lmasa deb turib ashunda qilib turib hojat qildim. Andiki yana meni o'tag'izdi. O'tag'izga vaqtida bu texnik chiqib ketdi qo'limdiki. Bu mushu o'rindiqning qo'yisi texnik chiqib ketdi. Anadan keyin rost gap qil deb u ozroq so'roqmi qildi, hatto tumir rezinga kaltigi bilan ikkinimiz soldi edim bamga. Rost gap qilmading deb rezinga kaltigi bilan ikkini soldi. Anadan keyin yana o'tag'andan keyin bularning qo'lda yana bir patman qog'ozni ko'tarib tushdi, yana past to'pidan birsi tushpadimi, ashta esimda. Yana moshta bir patman qog'oz bor. Buning ichida mush chatalga chiqqan xotiram bor ekan mening. Butunlay. Bu xotirda endi bu chatalga chiqqan mening mush tizimlik nimalarim. Men Urumchidagi vaqtida sayohat Xitoyning o'zida o'zining sayohat idoralari orqali sayohat idoralari bilan necha davlatga chiqqan. Masalan, Yevropa 8 davlatga sayohat desa, uning tizimi uningga chiqqan. Yaponga sayohat deganga chiqqan. Masalan, Malayziya, Singapur degan yerlarga sayohat o'rlashtirdi. O'zlari sayohat idorasi, Urumchidagi sayohat idorasi orqali. Shularga chiqdim. Faqat va faqat shaxsiy chiqqan davlat Pokistonga. Uningmi 2009 eng oxirgi qitim 2009 chiqib, undan keyin Pokistonga shaxsiy chiqmabdimi? Boshqa bo'lgan davlatlarim hammasi sayohat idorasiga pul to'lab chiqqan. Sayohat idorasiga pul to'lab chiqqan bilanmi o sayohat idorasi 3 kun uda bizga yig'in ichib sayohatga chiqqan vaqtlarimda chet eldagi Uyg'urlar bilan paranglashmoqni, chet elda tuqqanlari bo'lsa-mu sayohat idorasini bag'a vaqtida ularni ko'rishmaslik, Uyg'urlarning chet eldagi Uyg'ur oshxonalarida tomoq yemaslik degandek shartlariga bo'ysungan ahvol ostida chiqdim men. 3 kun yig'in ochdi bizga. Ashundaq ahvollar bilan shartlariga ma'qul bo'lib, chet elga chiqqan. Mushu gaplarni dadisi deb bu necha qatim rezinga kaltak bilan nechini urvatdi men. Ikkinchi qatim shu hojat qilib olay degan sabab bilan bu qo'limni ozroq bo'shatib unda bir o'ngsholaman faqat chidamaganligim uchun hojat qilaman dedim.
Hacetini qilib bo'lib o'tgandan keyin buni texmi jinitib demaysiz. Bu qulamning og'riqiga chidamay yig'ildim men o'shada. Bo'sh duvasangmam dazroq, bu qulam bek og'rib ketdi desammi deb. Aş sayohatga chiqqan nimamga kelib to'xtagan hozir. Aş sayohatga chiqqanni sen nima uchun sayohat idorasiga chiqding? Nima uchun sen mush davlatlarga chiqding deb turib oldi. O'ng'icha mishadimi turdi hozir. Bu sayohat idoralariga men ashundaq shartlar bilan chiqqan. Chet eldagi Uyg'urlar bilan paranglashmaysan, chet elda tuqqanlaring bo'lsa ko'rashmaysan, chet eldagi Uyg'ur ashxonlariga kirib tomoq yemaysan, hech qanday chet eldagi Uyg'urlar bilan ko'rashmaysan degandek shartlar bilan ashundaq chet elga sayohatga chiqib, birmi Uyg'ur ashxonasiga kirib tomoq yemaslik degandek shartlar bilan. Hech kim bilan ko'rashmadim demasa, mening chet elda hech qanday urug' tuqqan do'st birodarlarim yo'q ekan. Shunday qilib, necha davlatlarning sayohatini tinch, amon, chiroyli tugitib, ashta qilgan. Bu başta şu tutqun qilingan vaqtlarda bu sayohat chet elga chiqding deb tutib ketganlar jiqilganligi uchun men sayohat idorasidan isbot ayvagan. Sizlarning sayohat idorasidan chiqdim. Agar hukumatdan tekshirib qolsam, shu sayohat idorasida isbot chiqarib bersanglar desam, isbot chiqarib beribdi-ku, isbotmi turdi mishadi bor. Isbotim nima akaptimi? Shu sayohat idorasidan chiqqan isbotim bor. Aş isbatni men dedim yo'lishimga danglar açık bersin uyda bor. Men Pokistonga chiqdim debsizlar 2009-yil chiqqan men Pokistonga. Undan keyin hozir mana 2018 bo'ldi. Men 10 yilga yaqin vaqt men Pokistonga chiqmadim, to'yqiga adam turib. Boshqa yerga sayohat idorasiga chiqdim dedim. Desam, shu chaqda dedi. Pokistondagi nima chet eldagi Uyg'urlarning kimni taniysan? Pasportimdagi kirgan chiqqan Muşu tamgılarını görüp, bağa yerlerini görüp, muşu sayahatga chiqqan mezgilingda qanday Uyg'urni ko'rashding chet eldagi? Qanday Uyg'urni birasi bilan gap qilishdingmi? Birasi bilan tanishib qoldingmi chet elda? Yoki bira Uyg'ur ashxonasiga kirib tomoq yeb, bir gapni angladingmi? Sening Rabiya Qodir bilan nima munosabating bor? dedi. O'g'itchilik. Shu men dedim Rabiya Qodir bilan hech qanday munosabatim yo'q desam, sen unda olsa pasportingda Amerika vizasi bor ekan. Sen Amerika vizasini nima maqsaddan olding dedi. Degandan keyin bu Amerika vizasini men yo'ldoshim 2 qatim berib keldi, ko'rib bek chiroyli ekan deganligi uchun men sayohatga amroq, men sayohat qilib kelay deb oldim dedim. Desam Amerikada kimni taniysan dedi. Men hech qanday Uyg'urni tanimayman dedim. Demisam tanimayman Uyg'urni. Birmi Amerikada birmi Uyg'urni tanimayman. Men rost dedim u yerda. Ben Amerika'da hech kimni tanımayman, faqat yo'ldoshim 2 qatim chiqib bek chiroyli ekan degandan keyin biz bir ballarni elib sayohat qilib qaytib kelish maqsadida oldik vizani. Meni hech qanday Amerikada hech kim tanımayman dedim. Desam yana rost gap qil. Endi bu jarayonlarda yeni qog'ozlar urdim, shunday qilib turib og'zimga. Rost gap qil deb. Yoki 2-3 qatim meni rezinka kaltaklarni bilim tarafga necha qatim urdi. Endi bularning so'roqi mishada tugidi. Hammasiga shu rost javob berdim. Mening hech qanday gunohim yo'q. Uningdan keyin mendan so'rgan savoli, sen 3-balni nima uchun tug'ding? Sening yo'ldoshing musulmon davlatlik bo'lganligi uchun seni jiq farzandlik bo'layli dedim-u. Yoki sana din o'rgatdimi? Islom dinini o'rgatdimi? Din o'rgatish jarayonida ko'p farzandlik bo'lish deydigan mundaq nim bormi? Ko'p farzandlik o savob bo'ldi, yo bo'lmasa yaxshi bo'ldi. Bizning dinda munda ko'p farzandlik bo'lish bor deb sana munda madad berdimi? Yana seni jiq tug'didimi degandek. Endi mushunchalar savollarni so'rdiki, men o'zimning har qanday ishini rost dedim. Hatto hamma ishimga isbot bor. Masalan, chet elga chiqqanlarimga sayohat idorasining isboti bor. Men shaxsiy chiqmadim. Menga pul kirdi dedi. O 4700 ko'p pul ishkirdan kirdi. Ya chet eldan kirmadi. Umu yo'ldoshimning og'inisi. Uningim isbotim batdi. Anadan keyin bu kirgan telefon kimdan kirdi dedi. Umu yo'ldoshimdan kelgan, Pokistondan kelgan umu. Uningga javob bermay qoldi. Endi meni lagerga solishidagi maqsadi ya Amerika viza olganligimda mening o'zimniki bilishimcha. Ya meni tutishdagi maqsad ya Amerika viza olganimda va yoki mushu chet elga chiqdim. Birisi Amerika viza olganda, birisi 3-bal tuqqanligimda. Bu endi buningga
Amerika vizim nimish qaldığını degenge men o'ylaganimni dedim. Demisimi men Amerikaga ko'chib kelish maqsadim yo'q de o'chaqda. Biroq yinib kelish. Faqat sayohat qilish maqsadim batdi. İkinci, bu üçüncü farzandnimi to'qinum ras endi. Bu men agirkitishdiki sabab shumiki deyman, mush ikkisi ching'iroq tutdi bular. Mush ikkisini. Birinci üçüncü balni tug'dim yoki bu yana birisi Amerika vizasi oldim. Sen Amerikadagi Uyg'urlar bilan munosabating bor degandek ikki gumonni bular ching tutib olib meni shu atisiga, ya'ni 2018-yili 4-oyning 1-kunisi atdigan bo'lib ketdi. Shu kunisi atdigandan meni soqchixonaning ustidagi yarasti uyidan qo'llarimni bog'laqda yeshib bir kecha shu so'roq qilinib, yana so'rab mush ishlarni qayta so'rab tong atdi. Tong atganda meni atdiganda elib soqchixonaning 2-qavatidagi uyga mush qo'lamda ko'zlarim işte o'tag'izib qo'ydi. Qarsam soqchixonaning oldiga bir cho'ng soqchi mashinasi keldi. U mashinani ko'rsingizdan bilalaysiz, bu jinoyat to'shaydigan mashina deb. Odatdagi mashina emas, u keyinni ochdi. Hatto derizlaridan tortib temir reshetkali ashundan mashinadan birisi kelib to'xtadi. To'xtagandakilar, "Hey, meni bular bir yak apurvatkidak" deb o'yladim. O'ylab shuninglar u mashinaga meni beshimga xaltani kiygiziblam. Ashu nimaga apadi? Mashinaga chiqadi. Chiqargandan keyin 1,5 soatdek yo'l mangdik. Men bilmayman, mushta mangmatman, yig'layapman. Balki kallingizmi joyida olmaydi ekan bu bo'ldi. Otqilab bordi deb o'yladim. Chunki o jinoyatchilarning beshi qarxalti kiydirib apmanganni men yoki televizorda yoki bir yerda ko'rib boqmabdi ekanman. Faqat otqilab manganda shunda xalta kiygizib apmangadi deb. Men otqilab bordi, men o'laman hozir. Bir tog'ning orasiga borib etitdi men deb o'yladim. Ketyapmiz, shuni bilan meni shu 4-oyning 1-kunisi atdiganlikda meni bir harbiy doktorxona deb faraz qildim. Harbiy doktorxona. Chunki men akirganya igiz tomlari tomning topidimi simliq Rishad alaqay bog'lab atgan simlarni cho'risiga. Anadan keyin u yerga kirgandan keyin cho'ng darvozadan kirsam, mening beshimdagi xaltini ivatdi. Ivitib meni kirdi deb bir cho'ng zalga kirdik. Va ayni doktorxona. Lekin bu yerning o'xshamaydigan yeri doktorxonaga bu doktorxonaning ichidagi odamlarning ichida soqchi kiyim bor. Tepede xalat bor. Tepede doktorning xalati bor. Yana shu yerga kirdik. Kirgandan keyin odamlar ayollar jiq uning ichida. Menga birdan navbat bilan har bir o'yinki ashunda ichida yana ayni birinchi qatam bizga pasportni tortib olgan vaqtida bizni skanerlab uni buni qildi dedim-ku. Dal ashta ishni qildi. Dal ashta. Bir uyda barmoq izi berdi ekanmiz 10 barmog'imizni. Men 10 barmog'imni qo'yib aşağıda o'tdim. Yana bir uyda yana ovozni oldi ekan. Ovozimni oldi. Uningda mashinaga o'xshash bir xat, birsi uyg'urcha, birsi xitoycha ikki tal xat bor ekan miyada. Uyg'urcha o'qamsa, xitoycha o'qamsa dedi. Men xitoycha maktabda o'qimagan, uyg'urcha o'qigan. Shuning bilan bir mikrofon bor ekan. Bu mikrofonga mushu bir varaq narsani az bo'lgandimi 25 qatam o'qidim. O'ng'ichilik u unga oldigan narsasi ishtekli texnisning ovozingizni to'g'ri mana kirgizib bo'lmaydi ekan. Bir narsani o'qidi demush apparatni shunda qo'yib qo'ydi. Shuni o'qiyapman, bo'lmadi deydi, yana o'qiydi, yana o'qiyapman. Eng oxirida kompyuterda bir ovoz chiqdi, tring qilmada to'g'ri belgisi bo'lib. Hammani ep bo'ldik degan gap o'xshaydi. Shuning bilan bu 10 barmog'imni berib bo'lgandan keyin ovozimni berdim. Ovozimni berib bo'lgandan keyin bir uyga kirganda yuzimizni apparatga oldi ekan. Yuzimizning shaklini oldi. Mundaq deb turib mashina qilib yuzimni berdim. Anadan keyin yana bir uyga kirganda bir meshinchikli qog'oz, cho'ng qog'oz emas. U tepida DNA degan xat bor, aniq esimda. Tegi bekmi oppoq emas u qog'ozning, azroq sog'ish. Shuningga ma barmoqdan qonni ilib ashnaga surkaydi ekan. Uman tishivatdi, shunga surkayapti. Surdiq ayaga. Xili jiq surkab berdik. Anadan keyin yana bir uyga kirganda ko'zingizning nurini, xuddi ijroqqa qaraydigan dirbunni ko'rganda, ijroqni ko'radigan dirbunlarni
nima qilganga o'xshash ash turbunning ichiga ko'zamni mashtab tiqdi. Tiqib mush ko'zangni yana mushtaq hamma tarafga qara. Mana ichiga bir boshda udul qaraysa, ondan keyin bu hamma yerga bunda qaraysa, dedi. Ma'qul deb uni ichiga ko'zamni mushtaqlab qo'ydi ekanman. Ichidan bir nur chiqar ekan. Shu boshda udul qara dedi. Ma'qul dedim. Ayadan ovoz kelib turdi menga. Udul qara, o'ngga qara, so'lga qara, ustiga qara, pastga qara deb. Ashundoq qilib ko'zamning nurini oldi. U tugidi. Anadan keyin ayollar tekshirish qildi. Ayollar tekshirish qilganda qeri uni ichida hamda meni akirib doktorxona akirish jarayonida ayollar bekchi. Hammasi Uyg'ur ayollari, hammasi. Hatta 60-70 yosh kirgan ayollar bor. Balkim 70 yosh kirganim bordi. Men ko'rgan 67 yosh kirgan apash keldi. Endi bu yoshlarga, qizlar, yosh qizlarga bu ichiga kirgizib tekshiradigan apparatlarga endi u nim qilgan bilan qeri apashlar bek yig'lab ketdilar ichida. Endi u apashlarning ichiga bir narsalarni silib tekshirib ashundoq. Anadan keyin u ayol kishining jinsiy a'zosiga tiqib tekshiradigan bir apparatlar bilan hammamizni ashundoq qildi. Meni ashundoq qildi. Qilgandan keyin bu tugidi. Anadan keyin yana birisi nima desangiz, bir uy bor ekan. U uyning ichiga akirdi meni, akirgandan keyin buning ustida liftdek bir narsa bor ekan, lift o'xshaydigan. Ashning ustida o'r turdi ekanmiz. Bu narsani men aydirimda ko'rdim. Aydirimda. Birinchi qatam ash turmoq akirishdan burun shunga chiqatdi. Ikkinchi qatam aydirimda ko'rdim buni. Aydirimdagi bu asbobning ustiga faqat Xitoy chiqmaydi ekan, faqat Uyg'urlarni tutib olib ashunga chiqsa deydi ekan. U nimani tekshirdi, uni men hozir qadar bilmadim. Balkim ichki a'zoni shubpeti ash apparatdan ko'ra oladi deb o'yladim. İchki a'zoni. Ashning ustiga chiqdim. Doktor anda aynakning ichida, bir uyning ichida meni yerdan kirgazdi. Doktor yana bir uydan uyni aynakning ichidan ko'rib tura oladi. Yo'g'on, qalin aynakning ichidan. Chiqdim. Chiqqandan keyin bu lift o'xshaydigan narsa oldiga, keyniga, so'lga, o'ngga mangdi ekan bu. Siz turib bersangizlar. Anadagi shu tekshirishni qildi. Qilgandan keyin yana bir betit apparat bilan yana shu qo'saqning teshidan bir narsa surkab turib, uni tekshirdi. Endi tekshirgan yerlarga quloqni tekshirdi, og'zingizni ichibmi tekshirdi, endi jiq o tekshirishlar. Ish qilib hisobda hammani bilakdan qanal deymiz shu kunisi. Bilakdan oldi, miyadan DNA tekshirdi, ko'z hammasini ap bo'ldi. Mushunchalar ishni qilish uchun uni ichidagi ayollar bekchi qamdi. Mush tekshirishlarni qilish uchun ayollar bekchi. Shunga yana qorong'i tushib ketdi. Birdan mushlarni uni ichida yig'zara qarang. Hammamizning ko'ngil yerim uni ichida. Men yig'layapman, boshqalar yig'layapti shunda yig'zarni ichida. Anadan keyin bu meni opagan saqchilarga ashu meni opagan doktorxonaning odamlari mening natijamni berdi deb o'ylayman. Natijam meningcha, uni men bilmayman. Mening bugun bir kunlik qilgan natijamni mashundaq bir lipapaning ichiga, seriq bir lipapaning ichiga, material solgan lipapaning ichiga silib, buni ashu saqchiga berdi. Meni akagan saqchiga. Bergandan keyin bu meni juro dedi. Endi bu yana nega gapirdiganini bilmayman. Ya menga demidi bular. Seni hozir ya atqilab birmiz, ya uyanga qo'yitimiz, ya nima ish qilamiz demidi. Mang dedi, ma'qul deb. Ash qo'limni yana ko'zini soldi, yana xaltini kiygizib, yana 1,5 soatdan ortiq 2 soatdek mangdoqmiki deb o'ylayman. Qo'rqyapman, ko'z oldimga bolalarim kelyapti, dadam kelyapti, qarindoshlarim kelyapti. Shundoq bir surlik, ashundoq bir ketibotimiz. Ketgandan keyin bir yerga keldi, to'xtadi mashina. Shu tushdi deb. Tushgandan keyin u amaliyotda meni so'lagan lager shu ekan. Hatto men lagerning teshini qanday ekanligini bilmadim. Hech nimani bilmadim. Ash qo'rg'oq akirib tushirib, mushtal bir darvozaning ichidan cho'ng bir eshik, aynak eshigining ichidan akirdi meni. Akirib kirgandan keyin shu o'ng qo'l tarafda shu xuddi bir kutib olish uyi deganga o'xshaydigan bir uy bor ekan hamda uning ichida. O meni akagan saqchilar mening saqchixonamdan mahallamdagi, ya'ni mening saqchixonamning ismi Urumchi shahar iqtisod texnik taraqqiyot rayoni do'stlik yo'li saqchixonasi. Mushu saqchixonadan opagan ishki Xitoy meni
Ən axırda muş tekşürüşlərini qılıb bolğandan keyin, həmmə işlər tükəndən keyin meni lager saqchisiga tapşırıb berib bular ketdi. Aş qo'ldagi material, aşı narsalar bilan. U lager saqchisiga tapşırıb bergandan keyin ular meni aş bir o'yni ichida kirganlar odamga bular nimani berdiki. Hatta ular akaganda bishimga kiygizgan xalta bilan